uyimni oxirgi blokini ham qo'ydim. Amallab yasab oldim, uyimni ham ichlari ham bitdi. Endi kirka-pirka qilishim kerak. Men o'rmonga boraman. O'rmondan kirka daraxt chopib kelishim kerak. Mana bu yoqda ko'proq o'rmon bor ekan. Bu yo'llardan chopsam ochilib qoladi, ichkariroqdan chopsam bo'ladi. Hozir esa do'stlar, sizlar bilan men Jo'xa va sizlar men yangi videodasizlar. Men uzoqlarga ko'chib ketdim. Hech narsam yo'q va o'zimga kichkinagina kulba qurdim. U yoqda turibdi. Endi men noldan kuchayaman va bu yoqlarga hamma yo'lga chopib, men uyimni kattaytirib, bu yoqda qasr qurib, o'zimga katta qasr qo'yaman. Qismli videolar chiqadi. Sizlar like va obunani bosib qo'yinglar. Unday bo'lsa biz boshladik. Men kelajakda o'zimga ikkita sherik topaman yoki 3 ta sherik topaman. Uchalamiz ko'plab narsalar qilamiz. Shahez va Dream deganlar uchun ular ham ketdi, hamma o'z-o'ziga ketdi. Ular ham kelib qolishi mumkin. Endi keyingi boshqa shahar qishloqdagi videolarimizda chiqib qolishi mumkin. Aka bilan bosib qo'yinglar. Unday bo'lsa chopaylik, biz tezroq bo'lishimiz kerak. Men ichkaridan chopaman. Bu yoqda tog' ham bor ekan. Shoshma, mana bu yerda odam yuribdi. Kim endi u? To'xtanglar. Hujum qilishi mumkin bizga. Men payqagan yo'q u. Demanlar ham bor ekan. Demak, bu yoqda birovlar yashar ekanda, demak. Manek bo'lsa-chi? Kirayinchi sekin. Ona odam. Meni ko'rib qoldi. Sen kimsan? Sen o'zing kimsan? Qayerdan kelib qolding? Sen qayerdasan? Meni o'rayapsan. Kel sherigim. Hozir sherigim ekan, do'pposlab qo'yamiz seni. Bo'ldi qil. Urma. Bo'ldi qil, urma. Kelib qo'yib qo'yapsan. Mayli bo'ldi. Men yangi bu yoqqa kelganman. Menga do'st sheriklarim yo'q. Sizlarni ko'rmabman men. Sizlarning joylarimi bu? Biz ham qishloqda yashayotdik. Qishloqdan bizni haydab olishdi. Hukumat qilishyapti. Men ham shunaqa bo'lib kelganman. Kelinglar, birgalikda yashaymiz. Bo'pti, kulbaying bormi boshqa? Bor. Narsalarni yig'ishtiringlar, ketamiz. Bo'pti, ketdik. Akkancha do'stlar, hozir aytdim sizlarga, o'zimga sherik topaman deb va topildi. İşimiz yanada yengilroq bo'ladi. Mavol, sen menga og'irlik qiladi. Oting nima? Meni ismim Jo'xa. Sizlarnikichi? Rembo meniki. Meniki esa Roro. Roro. Rembo Roro. Sen davom ko'tarolmayapsan. Jo'xa. Mayli hozir. Meni kulbamni tarafga boramiz hozir. Qayerdasan kulbang? Hozir meni orqamdan yurasizlar. Ketdik. Rembo qayerda qoldi? Rembo qayerda qoldi ekan? Men Roroman, Rembo emas. Roro, odashtirib olib aytgancha. Uzr. Mana bu yoqda kulbam, qayerda qoldilaring? Roro. Aytgancha sizlar men do'stimlar, endi sizlarni ham sansilab beraman. Mana bu yoqqa kelinglar. Yaxshi uying bor ekan, kechpayt nima qilamiz o'zi? Kelaveringlar. Men ham sondig'im bor. Kechpayt ipit hujum qilib Mayli. Bu yoqda sig'amiz ekan hammamiz. Devanglaringni joylashtirsalaring bo'ladi. Mana 12 tana qam bor, otmaydi, daraxtim. Meni ham versak yasaylik bo'lmasam, bu uyni ham kuchaytirmasak bo'lmaydi. Buni qattiq yomg'ir yog'ib qolsa, buni shunga nimadan qurishimiz kerak? Tezroq versak yasab, blok yasa, biz nima qilishimiz? Kirka ham yasab bersang, tapur. Biz chopamiz. Chopib borib Roro ikkalamiz chopib turamiz. Jo'xa, menda ham eksidagi 20 ta taxta bor edi. Mayli, versak yasab qo'yinglar. Yasamiz deb turdik.
Ha. Mana reverse. Mayli. O'zim tapor yasab beraman, turib turinglar. Men sandiqqa solib qo'ydim. Tapordimi? Men 3 ta tapor yasadim. Mayli. Hozir Cho'qqini ham esa o'zim yasab beraman. mayli. 3 ta cho'qqi yasadim. Qilich ham yasab beraymi? Yasaver. Hamma yoqda 3 ta qilib beryapman. Ha, ikkinchi do'stlar like bilan bosib qo'yinglar. Do'st ham topib oldim. Endi o'sa videomiz yanada qiziqroq bo'ladi. Like va obunani bosib qo'yinglar. Kommentariy yozinglar, uyimga 1dan 10gacha baho beringlar. Unday bo'lsa videomiz boshladik. Kimga gapiryapsan? Men obunachilarim bor akkancha. Sizlarga tanishtirmoqchi edim. Salomlashib qo'yinglar. Salom obunachilari, Jo'xani qo'llab-quvvatlab turinglar. Videomiz yanada qiziqroq bo'ladi. She'rlarim ham bor. Unday bo'lsa boshladik. Ketdik. O'tin chopib kelamiz. Ketdik. Tapor oldlaringmi? Men tapor oldim. Roro, ey. Jo'xa esimdan chiqib qoldi. Ha. Men Tezroq chopalik temir topib oldim. Ha, yaxshi. Oldingmi? Yo'q, endi tapor kipka yasab qolgan chetyapman, olib kelgan. Mayli. Olib kelaman. Men qo'y. Men go'sht to'plab turaman, mol ko'rdim ikkita. Mayli. Ehtiyot bo'ling. Tashlashi mumkin yovvoyi hayvonlar baribir. Yopdi bular hozir. Qarab tursiz. Ushdi. Mayli. Ular ham ketdi, ham har tarafga. Kun ham kechkiryapti, chaqiraverang. Kun ham tez kechkirib qolyapti. Kun ham qisqa bo'lib qoldi. Rembo, Roro, kelinglar. Hozir men gulov olay. Kechiryapti. Kechqurun har xil hayvonlar yuradi bu yoqlarda. Tezroq kelinglar. Roro, sen ham chiq. Ketdik. O'rmondan chiqishi mumkin, tezroq qochdik. Men kirib ketdim, kecha o'ta yomon bo'ldi. Roro, yugur. Roro qolib ketmasin. Kelyapsizmi? Kiringlar. Mayli, bo'ldi, keldi. Mana bu nimaga, pechkaga 6 ta temir bilan yoqib qo'ydim. Tepasiga kerak bo'lgan go'sht solib qo'yardim. Hozir qornim to'q ela meniki. Nima? O'zimga nimamga solib keldim, yedim boyari. Hozir qornim to'q ela. Gulpila ekib qo'yib. Unday bo'lsa, men 12 ta daraxt chopdim xolos. Endi bularni blok taxta qilib uy qurishimiz kerak. Ertalab boshlaymiz. Unday bo'lsa, uxladik hammamiz. Endi bug'doy topishimiz kerak. Don demoqchiman. Mayli. Uxladik. Haylaylik. Hammaga xayrli tun, ertalab boshlaymiz. Unday bo'lsa ketdik. Ertalab ham tushdi. Ketdikmi? Unday bo'lsa, uyimizni bir chekkadan buzib, kechgacha yasab olishimiz kerak. Roro ham ketdi. Nimani chopgani? Men bo'lsa, unday bo'lsa, uyimizni... Men go'sht olib turaman yana. Bo'ngso'z chopshoraman. Sekin, uyimizni atrofini yopmasak bo'lmaydi. Toshab kelamiz, sal puxtaroq. Yo'q, atrofini taxtadan qilamiz. Ustilarini ham taylarini tosh yaxshi, toshab kelaver. Toshab kelaman bo'lmasa. Men toshga olyapman. Mayli, Roro ham yo'qda. Sen bu yo'llarni ham buzamiz. Jo'xa. Tosham qayerga qilamiz toshni? Tayini bir qator kavlab qo'yaver, usti tomini ham yopamiz. Bu Roro so'rayapti, aytib qo'ying bo'ldi. Atrofini bitonni tushib qolibdi, Jo'xa. Olaver. Mana daraxt ham tushib qoldi, uni ekib qo'yamiz. Bizga foyda kelajagi. Yesammi, o'zim yo'raymi? Yever. Mazza ekan, shirin olmaydi. O'rmonning mevalari ham ba'zilari juda shirin.
Ba'zilar achchig'i ekan, men kecha bitta yo'q. Achchig'i. Ha, zaharlilari ham bo'ladi. Ilon tishlab qo'y. Ustini ham Oqdariq yer emasmi? Oqdariq yo'q, hozircha oqdariq zarur emas. Bu yo'llarni ham qilamiz. Akkancha do'stlar, shuncha mehnatimizga laka bilan bosib qo'yinglar. Mana devorlari bitib qoldi deyarli. Tomini ochib yopishimiz kerak. yanda loylardan xunuk turibdi, o'shalardan. Taylarini ano taxta nima oynani atrof taylarini ham qilish kerak ekan. Ayni qilishimiz kerak. Qilmasak bo'lmaydi. Qo'shdi yo'q. Bu yoqda nimalar ham bo'ladi? Kechqurun hayvonlar hujum qilib qolishi mumkin. Shuning uchun atrofini ham yopamiz. Nimani? Uyimizni atrofini sekin-sekin yopishimiz kerak. Bo'lmasa kechasi har xil narsa bo'ladi. Nimalar ham bo'lib qolishi mumkin. Otesimdan ham chiqib qoldi. Kriperlar ham bo'ladi. Zombi ham bo'ladi. Haligi odam o'ltiradi-ku, esimga kelmayapti, xullas, ashuni ham bo'ladi. Men tomini ham ochayin, tomini ham yopamiz. Bu yoqda Ro'ra bo'lib qoldimikan? Ro'ra aytib keladi. Hozir olib kelaman bo'lmasa. Olib kelavermasam, bitsa nima kelaversin. Ro'ra. Ancha horib qo'ygandir. Yetib qolsa kerak. Nima qilaverchi? Yo'qlarni ham yopamiz va tepalarni ham. Yopdik, ana bo'ldi bu yoq. Ro'ra ham bitib qolibdi. Uyda o'g'nadilaringmi? O'g'nayapmiz. Bu yo'qlarga nimalarni ham devan buyumlar buzib turaymi, olib turaymi? Bir chekkaga qo'yamiz, bularni ham. Ayni o'g'ol toshini. Dostayni bir qator kavlaymiz. Nima keyin qo'yamiz. Bizlik qolamiz kelinglar. Bormi? Bir narsa pishirib qo'ydingmi? Go'sht pishiryapman, bizlik qilamiz. Zavtrik ham qilmadi, yiqilib olishimiz kerak. Unda olmasam og'rib qolamiz. Tayini ham taxtadan qilib chiqaylikmi? Nima sovib qoladi? Toshdan. Taxtadan qilaveramiz. Taxta bormi senda? Taxta yo'q-da, pechkaga sovurib yoqqani. Ko'mir ham topishimiz kerak. Ko'mir topamiz, bir shaxsiga chiqishimiz kerak. Menda 25 tane ko'mir bor. Ro'ro. Ko'mir bormi? Pechkaga solib qo'y. Taxta ham Bormi? Bitta oshira bor. Ko'mirmi? Ro'ro? Yo'q, taxta. Sandiqqa solib qo'y, sandiqqa. Tosh bor. Sandiqqa solinglar. Kimda bor taxta? Mana. Yetadi shuncha. Tayin ustiga tosh kerak. Rahmat. Yeb turaver sen, hozir men ham. Yeb oldim. Mayli. Yeydigan o'tirib ham yeydigan joy qilishimiz kerak ekan hali. Kabet qo'yinga qilamiz hali. Kechasi ham yeyishgan, shunga aytmoqchiman endi. Divanni bunda qo'ymaylik. Ochib qo'yinglar. Mana qilib qo'yaylikmi? Mana bu yoqqa, mana bu yoqqa qo'yadi. Olib turay pechkalarni. Bu joyga qo'y. Choy ichadigan qilishimiz kerak, bir joyga. Bu uyimizga sig'maydi. Eshikka qilaveramiz kechasi. Divanda chegazda ham o'tirib yesak bo'laveradi. Kattaroq qilishimiz kerak. Atrofini yopib olishimiz kerak. O'zimizga bu yerdamda chegara qilib chiqaylik, bo'lmasa loydan. Loy kavlaymiz tag'in ko'proq.
qilib chiqamiz. Bugun kecha qilishimiz kerak. Bu yoqqa nima qilyapsan, Roro? Akkancha do'stlar, sizlar bilan men Jo'xa bo'ldim. Sizlar bilan Jo'xa va ikkala sherigim ham bo'ldi. Roro va oti nima? Rainbow. Otlar esimdan chiqib qolyapti. Keyingi qismlarda qolganlarini chiqaramiz. Bu yoqqa fundament ham quyyapti. Roro atrofini ham uraymiz. Keyingi qismlarda chiqadi. Keyingi qismlarda chiqishini xohlasalar kommentariyga yozib qoldiringlar. Shunda bo'lsa hammaga xayr.